Savol. Assalomu alaykum ustoz. Biz Saudiyada yataq ijaraga beryotdik. O'ylamagan yerdan Saudiya hukumatı bu yil rasmiyati yo'q hojilarni tutib jiddiga achiqyapti. Bu sababdan biz hojilardan haj mavsumliq ijara pulini to'liq olgan bo'lsaqmi, ular yataqda to'liq yotolmadi. Pulni qaytarib berayli desak, bizmi u pulni uy egallariga yillik ijaraga to'lagan. Ular u pulni qaytarib bergili unimadi. Endi biz shariatda qanday hukm bo'lsa, shu bo'yicha qilaylik deb o'zlaridan so'rab turibdimiz. Uyg'urlarning orasida sizning hukmlarni umuman hammaylar qabul qilamiz. Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ijara haj mavsumliq yoki 1 yillik to'xtam bo'yicha tuzilgan bo'lsa va muddat to'shishdan burun tutilib qolib yoki andish qilib yoki ketishga aldirab qolib yataqni tashlab ketgan ahvolda ijara pul qaytarilmaydi. Chunki to'xtam kuchga ega. Yataqni ijaraga berguncha yataqni hojiga topshirib berganlikdan ijara pulga haqliq. Tutilib qolib chiqarib o'tilish ikki tarafga boshdan ma'lum bo'lg'achqa tutilib qolib chiqarib o'tilsam qolgan muddatning pulini qaytarasiz deb shartlasa, andin qaytarish kerak. Shundaqdimi yataqdan foydalanmaganligini ko'zda tutib, ziyon bir tarafga kelmaslik uchun ijara pulining bir qismini aqallisi oladigan foydasini bo'lsa-mu qaytarib berishi, bu orqali sulhlashib, rozilashib ketishi, Allohning mehmonlarining haqqidan, ularning qag'ishidan hazar aylishi tavsiya qilinadi. Kelisholmay nizoga tushib qolsa, biraylarni hakam qilib ayrisa bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.